Qizlar, hozir men sizlarga bazani o'rnida ketadigan zo'r bitta krem ko'rsataman. Kremdan oldin yaxshi bitta SPF surib olasizlar. Menda bu Anvani SPF. To'g'ri, u kremda SPF bor, lekin men sizlarga maslahat berardim, yaxshi bitta 50+ SPF har doim ishlatishinglarni. Yoqqan tarafi qizlar, bitta ham oq nalyot qoldirmayman, buni qaranglar. Ham yuzingizni namlantirib qo'yadi. Ham tonab krem, ham sutli baza, ham yuzingizga glow effektini beradi. Hozir men sizlarga surib ko'rsataman. Ko'p tonablab, sizlar oxakka o'xshab, oppoq bo'lib yuzingizda oqarib qoladi-ku, bu unaqa emas. Yuzingizlarni bitta tonda ravnomerniy qilib ochartirib beradi. Sizlar yoyilishi va pishi gap yo'q, rostdan ham sutli baza, молочный konsistensiyasi. Voy, bo'yningiz bilan yuzingiz ikki xil bo'lib qopti deb yozmaylik. Men spesialni bo'ynimga surmadim, чтобы sizlar farqini bilishinglar uchun. Endi ustidan любой bitta oddiy BB krem ishlataman. Tir emas qizlar, qimmat tonalka emas, qimmat qo'shim emas, oddiy BB krem ishlataman. Qo'lim bilan yoyaman. Idealniy poralarim yopilgan, yuzim yana yaltirlayapti. Eng zo'ri yoz issiq kunlarida yuzingiz nafas oladi. Tonab krem va sutli baza ikkitasi bittada va SPF наличиеda bor. Zakaz berish uchun direktdan murojaat qilinglar.